Assalomu alaykum, kanalimiz a'zolar. Yangicha murabbiylar chiqdi, mana boshladi. 2026-yil 6 ta faralik 1 tonnalik kompreylarida magnitofonlari bor, telefon postavkalari, singlari ham kattadan bemalol 3 ta odam o'tirsa bo'ladi. Yo'llarida do'gonlari bor, tiyagalari ham bor mana. Borti kelgan bo'lsa, bort 180 ga 130. Motor miyasi 1800 talik, akkumulyatorlar 70 amperlikdan 6 ta. Zapaska balon, vitrey oyna, magnitofon, telefon postavka, kaska, nasos qo'shimcha 4 ta bo'ladi, zaryadchik, bokovoy, domkrat ключ, balon ключlar bilan polik, jiletkalar atrajatelli. Bunisi orqaga suriladi, odam o'tirsa bo'ladi. Bortlari taylar shtampovniy bortda. Tezligi kelgan bo'lsa, tezligi maksimal 40 ga chiqadi. Zaryadi 60-70 km ketadi. Yuksiz yurganingizda. Resorlar 2 talik, ustiga prujunkalari bor. Akkumulyatorlar 70 amperlikdan 6 ta. Resorlar 2 talik, amortizator ham 2 talik. Taylari mana profillar baquvvat. Signallar. Mana. Buni bitta aylantirib ko'rsatib beraman. Balonlari 5 ga 12. Zapaskasi ham 5 ga 12 diametrli. Qo'shimcha ma'lumotlar telefon orqali olishlar ham bo'laveradi. Vodiy bo'ylab dastavkasi ichida bortirib beramiz. Narxi kelgan bo'lsa, narxi buni $1100. Qolgan viloyatlarda kelishgan holatda telefon qilaverasizlar. Bemalol tushunmagan joylarga telefon qilaverasizlar. Telefon pastda qoldirib yozib qo'yamiz. Rahmat.